1 million dollarga mashina haydaysiz, million so'da qilib pullarni bizneslarga taxlab tashlagansiz. Endi hojotani duosini oladigan payt keldi. Men sizlarga shunaqa uy topib qo'yganman. Bu uyni bitta ko'ring. Okam, mana buni qarang. Fasadini o'ziga 150 ming dollar shundoq pulli betiga qaramay tiqib yuborilgan. 5 sotuvga mana shunaqa qasr uy qurib qo'yishgan. Okey, ishoning, bu yoqqa hojotani olib kelsanglar, inshaalloh duo qilishadi. Million topayotgan pulingiz milliard bo'ladi. Mana qarang, zilyon zonalarni qarasangizchi, okam, siz bopidan-da, bu yoqda yozgi oshxona, полностью теплый pol sharoitlar qilib tashalgan. Mana shuni bitta ko'ring. Mana bu yoqda полный теплый pollar qilingan, zimniyda ham o'tirsanglar bo'ladi, ya'ni qishda ham maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning fasadini ko'ryapsizlar. Uyimizda Yunusobod tumani Bobodehqon mahallasida joylashgan. Zakritий mahalla, полностью 24/7 qo'riqlash xizmatiga ega. Orqa tarafini ham ko'rib turibsizlar. Hamma joy 100% travertin toshda tayyor bo'lgan. Ana endi sizlarga qisqacha uyimizning ichini ko'rsatib beraman. Qani ketdi. Bu esa hol qismini qaranglar. Holga kirar ekanman, birinchi o'rinda mana shu go'zallik, ya'ni san'at asari ko'zga tashlanadi, qaranglar. O'z ishini professional ustasi mana shu yerda ishlagan. Bitta holga baho bering. Mana chaygalarni qarang. Naqshlarga gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy ana mazza qilib yashaydigan uy bo'lgan. Klassikani yaxshi ko'radiganlar uchun bundan zo'r variant topa olmaysizlar. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Ana endi sizlarga bitta qisqacha zal qismini ko'rsatib beraman. Qani bismillah. Zalni ham bitta ko'ringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu uyimizda naqd 8 ta xona mavjud. Aytib o'tganimdek, Yunusobod rayoni Bobodehqonda turibmiz. Hozir 24/7 qo'riqlash xizmatiga ega. Uyimizning fasadini ko'rdinglar, 100% toshdan qilingan. Inshaalloh niyat qilib like bosib qo'yinglar. Eng kamida hammamizga mana shunday o'ylar nasiba ro'za aylasin. Bu uyga kimga ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga hoziroq tashab qo'ying.